Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan fitopatologiya va mikrobiologiya fanidan ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Mavzu haqiqiy meva tanali zamburug'lar, eoskomset ikkinchi sinfning tavsifi va sistematikasi. Reja ikkinchi sinfning tavsifi, ikkinchi sinf sistematikasi. Askomsetlar sinfi, gelioskomsetlar, lokul-askomsetlar hamda eoskomsetlar ikkinchi sinfga bo'lib o'rganiladi. Eoskomsetlar ikkinchi sinfi xaltachalar haqiqiy meva tanalar ichida hosil bo'ladi. Haqiqiy meva tanali xaltachalar asosan bularni kristotetsi, peritetsi, apotetsi bular hammasi haqiqiy meva xaltachalardir. Xaltachali zamburug'larning meva tanachalari unsinula salisina zamburug'ining kristotetsi o'simtalari va xaltachalari namunalari bularning xalta va xaltacha sporalari, stroma peritetsining kesilgan ko'rinishi va ulardagi xaltachasi va xaltacha sporalari bilan to'lganligi. Klistotetsi meva tanachasi, ya'ni Nectria cinnabarina, ya'ni zamburug' turining ko'rinishi va belgilari, peritetsi meva tanacha asosan hamda apotetsi meva tanachasini kasallik belgilarini keltirib chiqarish sabablari. Keyingisi eoskomsetlar ikkinchi sinfi, ya'ni haqiqiy xaltachalar sinfi. Bu ikkinchi sinf plektomisetlar tartib guruhini, perinomisetlar tartib guruhini hamda diskomisetlar tartib guruhini tashkil qiladi. Plektomisetlar tartib guruhi, ya'ni Evrosialis tartibi, mikroaskomisetlar tartibi, penitsil, aspergil, ceratokistes tartiblarini hosil qiladi. Evrosialis tartibi, ya'ni penitsilium hamda aspergillus oilasini tashkil qiladi. Ularning ya'ni ko'rinishlari, pensilina tartib guruhining ko'rinishi, aspergillus hamda penitsilium tartib guruhining konidiya bandlarining ko'rinishlari hamda gifalarning hosil bo'lishlari va septalariga bo'linganliklarining ko'rinish belgilari. Keyingisi mikroaskomisetlar tartib guruhi. Bu asosan ceratokistes oilasini tashkil qiladi. Perinomisetlar tartib guruhi asosan Erziphalis tartibini, Spiralis tartibi, Clavicipitalis tartibi, Hippocaris tartibi, Deportalis tartiblarini tashkil qiladi. Asosan Erziphalis tartibi, Erziphalis oilasini, bu oilaga quyidagi avlodlar mansub: Spheroteka, Erzife, Podosfera, Leveula, Microsfera, Uncinula, Phylactinia oilalarini avlodlarni ham tashkil qiladi. Endi Erziphalis tartibi. Bu tartib asosan Erzifia oilasini, Spheroteka oilasini, Microsfera oilasini, Podosfera, Phylactinia, Uncinula oilalarini tashkil qiladi. Asosan Spheroteka oilasi. Bu oila asosan o'simliklarda turli xil kasalliklarni keltirib chiqaradi. Podosfera avlodi, ya'ni oilasi, olma, to'pgullarda unshudring kasalliklarini keltirib chiqaradi. Uning qo'zg'atuvchi patogen turi Podosfera leucorica turi keltirib chiqaradi. Erziphalis oilasi. Asosan Erziphalis oilasi bug'doy barglarida unshudring kasalligini qo'zg'atadi va kasallik belgilarini namoyon qiladi. Leveula oilasi. Bu oila ham o'simliklarda unshudring kasalliklarni keltirib chiqaradi. Microsfera oilasi. Bular ham eman daraxtlarida barglarida unshudring kasalliklarni keltirib chiqaradi. Uncinula oilasi. Bu Uncinula oilasi ham qo'zg'atuvchi patogen tur ham o'simliklarda unshudring kasalliklarni keltirib chiqaradi. E'tiboringiz